Ismoil ibn A'loning so'zlariga ko'ra, Da'ani Rizqulloh ibn Kalvazani. Rizqulloh ibn Kalvazani bizni mehmonga chaqirdi deyaptilar. Mehmonlar kimlar edi? Imom Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, bu kishi muhaddis, va Abu Haysama. Uchalamizni Rizqulloh al-Kalvazani mehmonga chaqirdi va ko'p taom tortiq qildi oldimizga. Va oldimizga lozinch degan bir taom berdi. Lozinch bodom yog'iga qilinadigan qat-qat hali nega o'xshaydi bu. Napoleon degan pishiriqning qat-qat bo'ladi-yu. Lozinch bodom yog'iga qilingan shunday qat-qat shirin taom bo'lar ekan, faqat o'sha taomni pishirishga mablag' ko'p ketar ekan. Rizqulloh Kalvazani o'sha lozinchga 80 dirham sarflaganini aytib qo'ydi. Bir xillar mehmonga chaqirib, olinglar ovqatdan, olinglar go'shtdan, olinglar go'sht ham qimmat ketdi deyveradi-yu. Bu kishi ham haligi lozinchni qo'ydida, olinglar bu juda ham noyob taom, 80 dirhamga tushdi menga bu dedi. Uni ulamolarga tortiq qildi o'sha taomini. Shunda Abu Haysama bu isrofku dedi. Bitta ovqat 80 dirham. 80 dirhamni tushunishni men sizga aytaman. 10 dirham shar'iy Hanafiy mazhabida 4-5 million so'm. 10 dirham. Shuni endi 8 ga ko'paytiring, o'sha ovqat narxi kelib chiqadi. Bu isrofku dedi Abu Haysama. Shunda Ahmad ibn Hanbalning gaplarini qarang. Law anna ad-dunya fi miqdari luqma, agar dunyo bir butun dunyoni tasavvur qiling, bir luqma bo'lib qoldi qo'lingizda, bir luqma. Thumma akhadhaha muslim fa wada'aha fi fami akhihi. O'sha luqmani musulmon kishi olib boshqa musulmon birodarning og'ziga solsa, lama kana musrifan. U isrofkor bo'lmaydi dedilar. Faqal lahu Yahya ibn Ma'in sadaqta. Yahya ibn Ma'in aytdilarki, rost aytding dedilar. Rost aytding dedilar. Voqeaning mazmunini tushundik. Rizqulloh Kalvazani lo'zish degan qimmat taom tortiq qilib, uning narxini aytib qo'yibdi. Abu Haysama isrof bo'ladi degan ekan, Imom Ahmad ibn Hanbal isrof bo'lmaydi debdilar va o'zlarining fikrlarini aytdilar. Yahya ibn Ma'in Imom Ahmad tarafida bo'libdi, to'g'ri aytdi. Isrof bo'lmaydi. Nima uchun bu isrof bo'lmaydi? Abu Haysama nima uchun isrof dedi-yu, Ahmad ibn Hanbal nima uchun isrof bo'lmaydi dedilar. Uchovlari ham ma'lum. Abu Haysama pulni keragidan ortiqcha sarflashni isrof deb ko'rdi. Chunki bu joyda u javobgarlik his bilan yondashdi. Imom Ahmadning qarashi esa u isrofni faqat sarfning miqdori bilan emas, 80 dirham bilan emas, niyat va manfaat bilan baholadi Imom Ahmad ibn Hanbal. Agar banda o'z molidan birodarini xursand qilish uchun bersa, qancha ko'p bo'lsa ham, niyati birodarni xursand qilish bo'lsa, isrof bo'lmaydi deyaptilar. Bu isrof emas, balki ixlos va ihson bo'ladi ekan. Isrof nima bo'ladi unda desa, isrof niyatsiz, manfaatsiz va kibr uchun bo'lgan narsa isrof bo'ladi. Niyati yo'q, odamlar shunday qilyapti, men shunday qilaman deydi. Manfaati yo'q, faqat zarari bor va obro'sini oshirmoqchi. Odamlar gapirmasin deyishda kibr manfaati yotadi. Bu narsa o'z-o'zidan demak isrof bo'ladi. Lekin qimmat taomni ehtirom va muhabbat uchun bersa, bu ibodatga teng. Mehmonga ehtirom chunki nima ekan? Sunnat va savobdir. Ixlos bilan beriladigan ihson hech qachon isrof hisoblanmaydi. Har bir harakat niyatga bog'liq. Innamal a'malu binniyati. Bizni bu joyda oladigan savobimiz shuki, agar birodaringizga qimmat sovg'a yoki taom bersangiz, shu orqali muhabbat, ehtirom va yaxshilik qilsangiz, bu isrof bo'lmas ekan. Lekin agar ortiqcha sarf qilsangiz, u nafsni rozi qilish uchun qilsangiz buni, bu holda isrofga aylanishi mumkin ekan.